Ertaga 3 ta masallig'ida bunaqa mazali shirinlik tayyorlash mumkinligiga hech ham ishonmagandim, toki churros shirinligini tayyorlab ko'rmagunimcha. Tayyorlanishi ham juda ham oson. Tayyorlash uchun kastrulyamni olgan edim, sarg'ayib yotganini ko'rib qo'rqib ketdim. Yaxshiyam menda Bavi super очистители bor. Bavi kislorodniy очиститель bo'lib, antibakterial xususiyatga ega. Har qanday chirk va dog'larni ketkiza oladi. Sarg'aygan idishimizga Bavidan solib, ustidan qaynoq suv quyamiz va birozga qoldiramiz. Gazga qo'yish mumkin bo'lgan idishimizga 1 stakan un, 3 osh qoshiq shakar, yarim choy qoshiq tuz, 100 gram sariyog' solib bitta qaynatib olamiz. Keyin 1 stakan un solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Gazni o'chirib, boshqa idishga solamiz va biroz sovitish uchun qoldiramiz. Bu paytda sal oldin Baviga ivitib qo'ygan idishimni ham yuvib oldim. Rezultatini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Qaranglar, o'zi ham yeppa-yangi kastrulkaga o'xshab qoldi. Sovigan massamizga 2 ta tuxumni chaqamiz va lopata yordamida yaxshilab aralashtiramiz. Konditor meshogiga nasatkani joylab olamiz va shu meshokka massadan solib olamiz va churroslarimizni videoda ko'rsatilganidek qilib shaklga keltirib olamiz. O'rta olovda 3-4 daqiqadan qovuramiz. Pishgandan so'ng shakarga qorishtirib olamiz. Shakar va koritsa aralashmasiga ham qorishtirishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lish esingizda